Xudo xolasa beyni Urganchdagi obyektimizdan mebellarni, zina eshiklarini ustanovka qilib tugatish jarayonidamiz. Yani oshxonamizda bir joylashgan ahamiyatparastlar. Bu yerda yoz kuxnati barbekyulardan shunday usta soliq korxonasi tarafidan shunday razinoy eshiklardan ustanovka qilib berilgan. Bu yerda oshxonamizdan shunday giradon bosak, o'rtaga o'stirib joylab berganmiz. Texnikalarimizdan hammasini Vintage brendini ustanovka qilib berdik. Nastoyli gazlarimizni Xo'sh, hamma narsamizni chiroyli ustanovka qilib berdik. O'stirimiz alohida ahamiyatparastlar. Mo'ykamiz ham full mo'ykalardan ustanovka qilib berdik. Aynalarimizni joylab, pasveklarimiz ham sensorlar tomonda yonib-o'chirgan qilamiz. Mebelimiz ham baho berasizlar. Chiroyli ustanovka qilib berdik. Bu anda qilinib turgan ishlarimiz, zinalarimizdan ustanovka qilib qilish jarayonida zinalarimiz ham high-tech uslubida bo'ladi. Eshiklarimiz ham ne klassik uslubda, shunday kalyonli qoshlalardan foydalanganmiz. Uyimizda remontdan alohida ahamiyat berasizlar. Hamma shunday chiroyli uylarni qurish nasib etsin. Uy egalariga nasib etsin joylar. Bu yerda hamma eshik romlar usta soliq korxonasi tomonidan ishlab ishlangan. Eshiklarimiz ham Xudo xolasa chotki bo'lib chiqdi.